Uzdil HTML darsidagi 45-qism HTML5dagi torbatni bufferlab saqlash. HTML5 ni ishlatib cache manifest vujud qurish orqali torbatni tursiz muhitda bufferlab saqlab ko'rsatishni ishga oshirg'ili bo'ldi. Bufferlab saqlashning 3 asosiy alohida tovanligicha, ya'ni bufferlab saqlagan vaqtda torbatdagi bir qism uchurlar kompyuterda saqlanib, kompyuterdagi uchurlar shu bizning torbetimizningki adresi bilan bog'lanish holati saqlanadi. Bunda bo'lganda biz bu torbatni bir qatim ziyorat qilib bo'lgandan keyin tor ochiq emas vaqtda bu torbatni açsaq, yanla kompyuterimiz saqlanib qolgan uchurlar orqali bu torbatni davomli ziyorat qila olamiz. Andan keyin torbatningki ichilish surati texim tizlashidi. Uchinchidan bu har bir uchurni bevos torbatni o'qimay bir qism uchurlarni kompyuter saqlab qo'yib o'qigan boshqa mulozim turib torbat mulozim turib besimni zo'r darajada to'vatadi. Uni navbatda Internet Explorerdan boshqa barliq tor ko'rgichlar qo'llaydi. Masalan, mana oddiy misol qaraydigan bo'lsak, biz mayada vaqtga erishish degan besib, ma vaqtga erishishimizni orqali ma vaqtga erishib bo'lgandan keyin agar men hozir torbatni uzitib, ma torbatni qayta açsam, dal mush vaqtga erishish degan boshqa vaqtga mush vaqt chiqadi. Demak bu mush vaqtga uchurni buningga bufferlab saqlab oldi. Hamda buning asli kodi qaraydigan bo'lsak, ama bu HTML manifest degan qismida ma appcache appcache degan bu buffer vujudini hosil qildi. Andan keyin hamma yerda bu vaqt uchurni ko'rsatgan JS kodi. Buning qaraydigan bo'lsak, bu faqat shu vaqt uchurni bevosita ko'rsatib bergan kod. Andan keyin bu yerda vaqt uchurga erishdik deb vaqt uchurga erishdik. Erishgandan keyin mush uchur tor uzilgandan keyin saqlanib qoldi degan gap. Bu dal bizniki oldi degan bufferlash texnikamiz shu.